Assalomu alaykum, Yakub House obunachilari. 2 xonali kvartira o'ta darajada arzon so'ramadingizlar, chiqdi yaqinlar. Namangan ko'chadamiz. Yaqinlar qaranglar. Demir eshiklar qo'yilgan, akkurat naboy qilingan, bu yerimiz prixожий zona. Akva eshiklar uy o'ta darajada akkuratni. Syomkasidan bir xato tekshirib chiqdim. Yerimizdagi kotел, agu, yuvinish bu yer. Yaqinlar, bu tomonimiz oshxona. Oshxonani ham ko'rib turibsizlar, qaynolar qo'yilgan. Hamma narsasi akkuratni bo'lib turibdi. Bu yerimiz umumiy xonasi. Zal desak ham bo'ladi. Qaranglar yaqinlar, bu yerda balkonni bu yerdan akva tutdilar, ariyandan mana plastik qo'yibdilar. Bu yerni bir kichkina детский ketsanglar ham bo'ladi. 3 xona etib ishlatsa ham bo'ladi. Bu yerda otopechenilar turibdi. Bu tomonimiz spalni. Görüp turibsizlar, kattaligini fonli jihozlar bilan sig'ib turibdi. Bu tarafidagi shkaflari. Bu yerda mana akva aynalar qo'yilgan, konditsioner, hamma narsa bor. Yaqinlar 100% hamma narsasi qoladi. Iskana отопленияsi bor, hamma akvalar qo'yilgan, akkurat remont qilingan. Ikkinchi etajda 2 xona xohlasangiz 3 xona etib ishlatsangizlar ham bo'ladi. Narxini eshitdinglar, hamma narsasi qoladi bo'lmasa narxi 300 million ozgina dokument uchun kelishiladigan yerlari bor. Pastda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.